Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz jurnalist Fozil Farhod. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. To'g'ri tanishtirdimmi avvalo? Yo yozuvchi shoiram deyishim kerakmi? Shart emas. Shart emas? Nima shart bugun sizga? Nima deydi? Endi masalan odamning qirralari ko'p bo'ladi-da. She'r yozasiz, hikoya yozasiz, jurnalist bo'lib maqola yozasiz. Ijtimoiy tarmoqda bugungi kunda bloglarimiz bor. Qaysidir ma'noda blogeramizda. Zamonaviy tilda. Zamonaviy tilda. Shuning uchun har jabhadan bir shingil bor. Endi buni nima deydi? Hammasini aytib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Tushundim. Fozil aka, lekin inson o'zi haqidagi haqiqatni o'zi anglaydi-da baribir. To'g'risini aytasiz, siz o'zingizni shoir, yozuvchi sifatida tan olganmisiz? Endi harakat qilyapman. Ha, shu yo'ldasiz. Nimalardir yozishga harakat qilyapman, lekin o'zimni to'la shoir yo yozuvchi sifatida tan olmayman hali. Harakatlar bor. Nimalardir qoralayapman, yozyapman. Lekin ko'p yozyapsiz oxirgi paytlarda. Xudoga shukr, shunaqa bo'ldi. Esingizda bo'lsa, o'sha 4 yil avval yozmay qo'ygandingiz. Shunaqa siz taklif qilganingizda ko'rsatuvga yozmay qo'yganimda va bir kun albatta yozaman deb bir o'zimga o'zim bir efirda odamlarga so'z bergan edimda va qaysidir ma'noda sizga ham. Va bugun Xudoga shukr ana shu so'zimni ustidan chiqdim va yozyapman. O'sha 2025-yil ikkita kitobim nashrdan chiqdi. Qarang. Biri she'rlar to'plami Avtoportret, biri badiiy publitsistik to'plam Bolalik ertagim. Demak, tanaffus ham kerak ekanda qaysidir ma'noda. Tanaffus kerak. Siz nima uchun kerak? Bir inson idishga o'xshaydi-da. To'ladi va keyin to'kiladi. Xuddi shunday o'sha biz ham to'lgan payti yozamiz va keyin yana to'lish uchun vaqt kerak. Siz ijodkorsiz, siz yozasiz. Siz so'z berganim uchun dedingizda, Fozil aka, o'zingizga qanaqa so'z berasiz? Siz odamlarga bergan so'zingiz ahamiyatlimi siz uchun? Odamlarga so'z berish kerakmi o'zi? To'g'ri deb bilasizmi? Endi nima deydi? O'sha odamlarga so'z berganingiz, o'zingizga so'z berganingizdan ko'ra ehtimol ahamiyatliroqdir, chunki o'zingizniki unutiladi-da. Yo'q, masalan o'zingizniki, to'g'ri. O'zingizga so'z berganingizni go'yoki hech kim eshitmaydi-ku uni, Tangridan boshqa. Asosiysi eshitadi. Lekin unda o'ylab qarasa, o'zingizga so'z berganingiz ko'proq ahamiyatli ekan, xalqqa, odamlarga so'z berganingizdan ko'ra. Qalbimiz eshitadi. Shunday. Shuning uchun men o'ylayman, ikkalasi ham nima deydi? Shu o'zingizga so'z berganingiz, odamlarga so'z berganingiz bilan hamohang bo'lishi kerak. Bu kuch qaysidir ma'noda. Shunaqa. Bu harakat, Shunaqa. Shunaqa. Majbur qiladi sizni qaysidir ma'noda. Majbur qiladi va yashashga ham undaydi-da, qaysidir ma'noda. Lekin majburlab o'zini yozish to'g'rimi? Noto'g'ri. Bu haqida yozgansiz. Chunki majburlab yozganingizdan keyin u yaxshi asar chiqmaydi. Men o'sha 2025-yil aprel-may iyun oyida Koreyada bo'lganimda, ijodiy surgunda she'r yozdim, hikoyalar yozdim. Juda ko'p yozdingiz. Esselar yozdim va kattaroq nasriy asar qoraladim va u yaxshi chiqmayotganini angladimda va birdan to'xtatdim. Chunki uni majburlab yozayotganimni bilib qoldimda o'zimda. Va o'sha idishim to'lmaguncha bu asarni, umuman katta nasriy asarni yozmaslikka qaror qildim. Idish to'lish uchun kutish kerakmi? Kutish kerak yoki uni yo'li bormi? Zaxira yig'ish kerak, ya'ni kitob o'qish kerak, kuzatish kerak, tinglash kerak. O'shandagina siz zaxira yig'a olasizda. Bugun sizga tinglash qiyinmi, gapirish qiyinmi? Ikkalasi ham qaysidir ma'noda oson bo'lib qoldi men uchun bugungi kunda-da. Chunki masalan odamlarni yozuvchi ko'zi bilan, ijodkor ko'zi bilan qarab tinglashga harakat qilyapman va kuzatishga harakat qilyapman. Masalan, badiiy asarda bu odamni tasvirlaydigan bo'lsam, men qanaqa qilib uni gap so'zlari, ohangi
va eslab qolishga harakat qilib men o'sha odamlarni xatti harakati mimikalari orqali kuzatishga harakat oldingiga nisbatan ko'proq va tinglash, masalan tinglash deganda faqat insonni ko'ribgina emas, masalan uni yozganlari orqali uni qalb ovozini eshitishingiz mumkin, tinglashingiz mumkin va hokazo. Yozish ham bugungi kunda savolingiz qanaqa edi? Yozish qiynalyapsizmi? Ha. Endi yozish hozir yozyapman. Xo'p. Mayli she'rlardir, mayli boshqa badiiy asarlardir, muhim yozilyapti-da. Muhimi lekin qanday yozilyapti? Yozilyapti, lekin qanday yozilyapti? Endi bu bahoni men o'zimga o'zim bera olmayman. Nimaga odam yozuvchi o'zini bilmaydimi? O'zini biladi, lekin shunaqa ekanki, masalan agar qo'lingiz yozishdan chiqib ketsa, ancha yillar yozolmay yurasiz ekanda. To'g'ri. Shuning uchun yozishga qaytib olish uchun ham siz yengilroq asarlar yozilsa ham turish kerak. Yozib turish kerak ekanda. Shuning uchun o'quvchilar masalan deylik o'sha nasriy asardan keyin nasriy asarlardan keyin yana she'r yozganimga qaysidir ma'noda meni kechiradi deb o'ylayman-da. Kechiradi? Kim kechiradi? Ijodmi? Ilhommi? O'quvchilar. O'quvchilar. Siz kimni kechirmasligidan qo'rqasiz? Endi Xudoni kechirmasligidan qo'rqaman. O'zingizni qanday xatoyingizni kechirmagan bo'lardingiz? Yozuvchi sifatida, inson sifatida. Ko'p vaqtimni behuda sarflagan paytimda. O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam chamasi bir 15 yillar bekor ketgan vaqtimga achinaman degan edi intervyu qilganimizda. Xuddi shunday mana shunaqa vaqtlar, masalan menda ham mana shunga o'xshash bekorchilik bilan o'tgan vaqtlar, bekor o'tgan vaqtlar uchun o'sha o'zim o'sha nima deydi, qaysidir ma'noda vijdon azobi qiynaydi va qaysidir ma'noda o'sha vijdoningiz qiynalgandan keyin jazolanasiz-da. Jazolanasiz. Jazolaydi ham. Yo'q, lekin bitta narsada mana hozir vaqtning qadrini bilyapsiz, vaqtning qadriga yetyapsiz, unumli foydalanyapsiz. O'shanda vaqtingizni qadriga yetmasdan bekor yurganingiz uchun bugun vaqtning qadriga yetyapsiz-da. Unaqa ham deyish mumkinmi? Unaqa ham deyish mumkin. Lekin baribir to'la ma'noda yo'q, yetyapman deb o'ylamayman. Bu sabab bo'la olmaydi. Chunki masalan Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri Ahmadjon Meliboyev hatto o'sha bayram kunlari ham yozadi-da. Bayram kunlari uyda o'tirib ham maqola yozadi. Ya'ni u kishi publisistik asarlar yozadi. Shunaqangi yozadiki, matbuotda o'sha yoshlari mana 80 ostonasida tinmasdan yozadi va jo'yali takliflar bor materiallar yozadi-da. O'sha ustozga qiyoslaganda men hech nima qilmayapman deb ayta olaman bugungi kunda. Fozil aka, yozasiz, tinimsiz Facebookda o'qib turaman, tinimsiz mehnat qilasiz har doim. Endi erkak kishini yozuvchi bo'lishi biroz qiyin-da, chunki uning yelkasida oila, bola chaqa, ro'zg'or tashvishlari ham bor-da. Uni ham tortish kerak-da. Shunday va yozuvchi shoirlikdan farq qiladi-da. Bu o'rindiqqa o'tirishi kerak-da yozuvchi. Masalan, shoirlik o'sha yotgan o'rningizda ham telefoningizda she'r yozib ketaverasiz-da. Lekin yozuvchilik bu o'tirish kerak-da. Faqat o'tirishning o'zigina ham yetmaydi-da bu yerda. Yo'q, vaqt kerak. Vaqt kerak va qunt kerak, bilim kerak. O'sha Yan Parandovskiy So'z kimyosi asarida shunaqa yozadiki, shoirlik 30 yoshgacha, yozuvchilik 30 yoshdan keyin deydi-da. Shoirlik hayrat bilan bog'liq, yozuvchilik esa tajriba bilan, bilim bilan bog'liq bo'lgani uchun mana shunaqa xulosa qiladi-da. Shuni nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, o'sha masalan, negadir o'sha menda hozir she'riy mashqlar bo'layotganining sababi o'shami? Ehtimol o'sha nima deydi? Hayratimiz o'lib ketmayotgani uchun shunaqa bo'layotgandir, balki o'sha avval yozilmagan narsalar endi yozilayotgandir. Shu o'rinda bu gapingizni eslataman, yozib qo'ygansiz. Bugun yo'qolgan hayratingizni topgansiz. Yo'qolgan hayratimni topdim degansiz. Ruhim yuksaldi degansiz. O'zi hayrat nima uchun yo'qoladi? Ruhni nima yuksaltiradi? Ruh o'zi biznikimi aslida? Hayratni
yo'qolib qolishi bu hayotga bo'lgan qiziqishni so'nib qolishi deb o'ylayman. Endi bunga insonning shaxsiy hayoti, umuman odamlarning e'tibor bermasligi, yozayotganini yozasiz-u, lekin u hech kimga kerak emasligini his qilganingizda o'sha hayratingiz o'lib qoladi-da. Shuning uchun mana shu hayratni o'ldirib qo'yish ijodkor uchun, umuman inson uchun juda fojia deb o'ylayman-da. Hayrati o'lgan inson bir yashamayotgan inson. Lekin bu zamin, bu tabiat, bu dunyo hayratlarga to'la-yu. Juda ham hayratlarga to'la. Mana bizni o'tirishimiz, Shunaqa. hayot va xayol yo'llarida o'tirishimiz ham bir hayratda o'zi aslida. Shunaqa. Har bir zarrasi, otayotgan har bir tong, har bir o'tayotgan biz bor kunlar bu hayratlarga to'la kunlarda. Aslida Shunday farzandlarimizning qichqirishi, ularning nima deydi, biz xarxasha qilishlari, gohi charchatishlari ham bu hayratlardan iboratda. bugun agar yozish kerak bo'lsa, nimani yozish kerak? Bugun nimani yozish kerak? O'zi bugunning mavzusi nima? O'sha bugunning og'riqlarini, dardlarini yozish kerak. O'shanda chiroyli chiqadi asarlar. Og'riq bo'lishi shartmi? Og'riq bo'lsagina chiroyli chiqadimi? Chunki fojiaviy asarlar doim adabiyotning nima deydi, o'sha yuksak asarlari bo'lib kelgan. William Shakespeare'ning fojialarini olsak ham, u bugungi kungacha o'sha o'lim bor sahnalar bor uchun ham yashab kelyapti-da. O'sha Romeo Juliettani aytamizmi, Gamlet, Otelloni olamizmi, hokazo. Bitta she'r bor edi shu mavzuda, agar ruxsat bersangiz. Mayli, bemalol. O'zingizni qalamingizga mansuba. Erta ketish. Erta ketish faqat asarda go'zal. Bunday ketmoq Farhod va Shiringa xos. Layli Majnun o'ldi bo'ldi zo'r g'azal. Romeo, Julietta qismatiga mos. Ana Otabek va Kumush ham ketar. Sevishganlar o'lar chiroyli bari. Yozuvchilar shundoq murodga yetar. Asar go'zal ajal ko'paygan sari. Sevgi qissalari shu bilan komil. O'lim g'oyat latif, jozibali, zo'r. Hayotga hech to'g'ri kelmas bu omil. Kim yo'liqsa bunga peshonasi sho'r. Elburutdan kelsa bu uying kuygur. Qoshiga qor qo'nar ota onaning. Boshi ham bo'lar Azroil suygur. Devorlari cho'kar azaxonaning. Do'stlarim ketdilar, yig'ladi hamma. Juda achchiq yigit qiz ketgan qismat. O'lim shuncha olib ketganing kammi? Qolganlar qilsinlar xalqiga xizmat. Shoir asari emas bu shirin hayot. Yarashmagay o'lim yigit u qizga. Erta ketish bo'lsin hammamizga yot. 100 yoshdan so'ng kelsin u qurg'ur bizga. Bu haqda o'ylasam titraydi tizzam. Yurak qonim bordir ushbu xitobda. Sen sirayam erta ketma azizam. Fojialar qolsin faqat kitobda. Go'zal. Ajoyib. Sizdan bunaqa she'r eshitish bunga nima sabab bo'ldi? Buni yozishingizga asosiy sabab nima? Endi har bitta she'rning o'zini tarixi bor-da. Men bu she'r Koreyada tug'ildi. Musofirchilikda. Musofirchilikda, ya'ni vatanni, oilaning qadriga yetish ortidan tug'ildi. Va nima deydi? O'sha keyingi yillarda bir ikki do'stimiz yosh vafot etdi-da. Akmal Toshjo'ramiz. Shoir. Keyin o'sha avvalroq endi Baxtinuso Mahmudova shoira qizimiz. To'g'ri. Undan keyin Mansur Jumayevning vafoti. Mana shu o'limlar bizga juda ham og'ir ta'sir qildi va ehtimol mana shu o'limlar bizni nima deydi? Hayotning qadriga yetish kerakligini o'rgatib ham ketdi deb o'ylayman. Tushundim. O'shalar sabab bo'ldi. Shunday. Boya yuqorida musofirchilik haqida gapirdingiz. Musofir bo'ldingiz. Musulmon bo'lish uchunmi? Ehtimol musulmon bo'lish uchun ham. Musulmon bo'lish uchun musofir bo'lish shartmi? Endi nima deydi? Odam
juda ko'p narsani anglab yetar ekanda Juda musofirda. ko'p. Men sizni Facebookda kuzatdim. Juda rahmim keldi. Juda ozib, to'zib ketdingiz. Endi yeydigan ovqatlaringizni ham ko'rsatdingiz. Hayratlanarli. Lekin o'sha Nimani o'rgatdi sizga? ovqatlar yegan ovqatlarni ko'rsatganim uchun o'sha o'rtoqlarimdan dashnomam eshitdimda. Menga ochiq xatlar ham bordi. Buni ham yaxshilikka yo'ydim, chunki o'sha asar yozish uchun ketdingmi, o'sha yoqqa borib, o'sha asar yoz degan tanqidlar ham bo'ldi. Buni nima deydi? Ijobiy qabul qildim, lekin shunaqa ekanki, nima deydi? Hatto o'sha yerda she'r yozganim ham tanqid bo'ldi, lekin ehtimol nima deydi? Bu holat nima deydi? Siz lekin nima yozish kerakligini, nima yozishingizni o'zingiz hal qilmas ekansizda. Yozib kela oldingizmi? Yozdim. Yozganlarim mana shu Bo'ldi. avtoportret kitobida 19 donasi bir bo'lim bo'lib kirdi she'rlar. Qancha payt bo'ldingiz u yoqda? 3 oy. 3 oy farzandsiz, ayolsiz. Shunday. Qanday bo'lar ekan yashash? Juda Qadriga og'ir bo'lar yetdingizmi? ekan, qadriga yetdim. Qadriga yetdingizmi? Ha, qadriga yetdim. Bolalarimni, oilamni, Ayolingizni. ayolimni, ota-onamni, vatanimni qadriga yetdim. Nimani o'rgatar ekan? Eng asosiysi. Juda ko'p narsani o'rgatdilar ekan. Masalan? Musofirlik. O'sha vatanni uzoqdan turib uni Kuzatish. kuzatar ekansizda. O'zingizni ham kuzatar ekansiz hatto uzoqdan turib. Tomosha qilasiz. Shunaqa tomosha qilasiz va ko'p narsani o'ylash imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki u yoqda masalan ishga borib kelish degan holat yo'q. Har kuni o'sha nima deydi 9 da ishga bor, 6 da ket degan holat yo'q. Siz nimani xohlasam o'shani qildim. Ya'ni Erkin bo'ldingiz. Erkin bo'ldim. Rejim yo'q. Rejim yo'q. O'yladim ko'proq, tafakkur qildim. Xayol qildingiz hayot yo'llarida. Shunaqa. Xayol surdim hayot yo'llarida va har kuni piyoda yurdim. Dengiz, dengizning naryoqda hech nima yo'q. Ya'ni faqat dengiz, faqat suv. Bizni yashayotgan joy Kapada oroli kichkinagina ikkita qishloqdan iborat joy. Kichkinagina u yerda nima deydi? Katta orol, ya'ni Jeju orolidan ertalab kemalar keladi, sayyohlar keladi kema bilan. Har yarim soatda o'sha kemalar kelib turadi, ob-havo yaxshi bo'lsa. Va kemalar o'sha keyingi kechki aylanadi orolni, sayyohlar o'sha ovqatlanish joylarida ovqatlanib, tabiatni tomosha qilib va yana izlariga kechki kemalarda qaytib ketishadi. Siz o'zingizni istagingiz bilan bordingizmi? O'zimni istagim bilan bordim. Sizga kerakmidi shu? Kerak edi, chunki bu narsa nima deydi? Taklif bo'lganida biz o'sha o'tgan 2024-yilning dekabr oyida taklif bo'ldi, adashmasam. O'shanda biz ikkita ijodkorning nomzodini berdik. Xo'p. Bittasi endi ismlarini aytmayman, katta ijodkorimiz edi. Xo'p. Va o'zimni nomzodimdi. O'sha ishxonadagi nima deydi? Ishxonadagi raisimizning o'rinbosari G'ayrat Majid bilan maslahat qildikda o'shanda nima qilamiz? O'zim bora qolay. Keyin u kishi o'sha o'ylab ko'r, bu 3 oy juda ham katta muddat. Ishingni qanday saqlab qolamiz, oilani qanday nima qilasan degan savollarni qo'ydi va men o'sha hammasini nima deydi, o'ylagan holda o'sha qaror qabul qildimda, o'zim nomzodimni berdimda. Katta ijodkorimiz bilan birgalikda, lekin bir kishining nomzodini o'tkazishdi ular. Ehtimol o'sha avval Koreyada bo'lganim uchundir. Bilmayman, agar o'sha katta ijodkorimiz ketganida ehtimol men yozgan asarlardan ko'ra kattaroq asarlar yozib kelardi deb o'ylayman. Tushundim. Lekin nasib qilgani bo'ladi. Nasib qilgani. Siz turmush o'rtog'ingiz Farangiz ajoyib jurnalist, yozuvchi, betakror ovoz sohibasi. Ular ruxsat berdilarmi? Ulardan ruxsat so'radingizmi? Ruxsat so'radim. O'zi erkak ruxsat so'rash kerak ayolidan. Chunki nima deydi? Mas'uliyat, masalan, oila bir butun deganida, ya'ni er va xotin, bolalar o'sha nima deydi? Bu kichik jamiyat deyshadi, lekin aslida bu siyosat, oila. O'sha kim aytgan edi buni?
Dilshoda Matchonova degan hamkasbimiz aytgan edi, oila bu siyosat deb. Xuddi shundayin siz diplomatik yondashmasangiz, siyosat qilishingiz siyosat kerak. qilmasangiz bu bo'lmaydi-da. Chunki Oila bo'lmaydi. oila bo'lmaydi. Chunki ovozlar teng qaysidir ma'noda. Chunki bolalaringizni ham istaklarini hisobga olasiz, o'zingiz istaklaringiz va ayolingiz istaklarini. Mana shu istaklar bir joyda tutashdi va men Yaxshi. qaror qabul qildim. Ular rozi bo'lishdi va ketdim. Demak, rizolik bilan ketdingiz. Shunaqa. Siz o'zingizdan rozi bo'lib yashayapsizmi bugun? Bugun o'zimdan rozi bo'lib yashayapman qaysidir ma'noda, lekin o'sha yozishim kerak bo'lgan katta asarlarni yozmayotganim uchun rozi emasman. Roziyam. Vaqti emasdir. Vaqti keldi deb o'ylayman. Vaqt, Chunki tayyor pishib turibdi, masalan, nasriy asarlar, ular ehtimol qissalar, ehtimol romanlar bo'lar. Bir o'qituvchi haqida bir badiiy asar yozish ostonasida turibman. Tushundim. Bir o'rmonchi haqida, ya'ni hech qachon taslim bo'lmaydigan inson obrazini yaratish niyatidaman. Ha, xayolingizda bor u. Xayolimda bor. Va keyin boshqa katta asarlar meni o'sha toki o'sha umrimning oxirigacha yetadigan yozishim mumkin bo'lgan asarlar menda bugungi kunda mavjud deb o'ylayman, ya'ni g'oyalari. Shuning uchun vaqtni qo'ldan boy bermasdan nasriy asarlar yozishga o'tish kerak deb o'ylayman. Va kishini yana xursand qiladigan joyi, Yoshlar ishlari agentligini qoshida jamg'arma ochildi. Xo'p. Aynan yozuvchilarni qo'llab-quvvatlash bandi ham bor u yerda. Siz murojaat qilsangiz, u yerda sizga ular o'sha vasiylik kengashi ko'rib chiqib, sizni asar yozish uchun sizga 1 yil davomida mablag' berish imkoniyati bor. Avval yo'q edi bizda. Yaxshi. Bunday holat. Yo'q, Bugun borligidan juda ham xursandman, chunki nima deydi, katta badiiy asarlarni, nasriy asarlarni, qissalar, romanlarni mana shunday jamg'armaning mablag'lari evaziga yozsangiz va keyin mana 1 yildan keyin mana asar deb topshirish imkoniyati bor. Shunda siz ishingizdan ajraysizda. Demak, qadrlanyapti, ha? Inson qadri, adabiyot, inson qadrlanyapti. Qadrlanyapti, yozuvchi qadrlanyapti. Bu go'zal, bu yaxshi. Juda ham go'zal. Chunki men o'sha Koreyada bo'lganimda 7 ta ijodkor edik. Biz bir oila bo'lib yashadik 3 oy davomida. Og'ir kunlarimiz bo'ldi. Chunki qayiqda katta orolga o'tganimizda, kemada o'sha uyimizga, ya'ni biz yashagan Kapada oroliga Suv, nima deydi, to'lqinlar bo'lib mehmonxonada bir necha kun qolib ketgan holatlarimiz ham bo'ldi-da. Mana shunday qiyinchiliklar bizni nima deydi, yanada jipslashtirdi, yanada yaqinlashtirdi. Inson demak bir-birini tushunish uchun til unchalik ahamiyatli emas-da. Qaysidir ma'noda shunaqa. Savol beraman. Agar borish imkoniyati bo'lsa yana borarmidingiz? To'g'risini ayting faqat. Yana borish imkoniyati bo'lganda yana borardim. Demak, yoqibdi. Demak, yaxshi ekan. Fozil aka, mana hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga o'zingiz keldingiz. O'zingiz bilan birga nimani olib keldingiz? Kitoblar olib keldim sizga. Yana. O'zi yo'lda yurgan odamga har doim nima kerak? O'zi bilan nimasi bo'lish kerak? O'sha Titanic filmida Jek aytadi-ku, o'pkam to'la toza havo, qog'oz, qalam degandan yozuvchi uchun shu yozadigan qog'oz qalami, oilasi, mashinasi bo'lsa ham qayergadir chiqib ketib nima deydi, yashay olish mumkin deb o'ylayman. O'tgan 4 yil avval men sizga shu savolni berganmanda, yozuvchiga har doim nima kerak desam, qalam degansiz. Demak, bugun ham shu fikrda ekansizda. Shunday. Qalam kerak, Qalam, qog'oz, o'sha kompyuter, telefon. Chunki bugungi kunda nima deydi, vosita-ku bular ham. To'g'ri. Yordamchi vositalarimiz. Fikrimizni ifoda qilish uchun. Osmonimizda oyimiz bor. Go'zal oyimiz. Xudoga shukr. O'zi osmonni yoritgan oymikan aslida? Quyoshdan tushayotgan aks evaziga oy yoritadi oqshomda yer yuzini. Aslida quyoshdan kelyapti u yorug'lik. Oydan yerga tushadi. Tushundim. Fozil aka, bugun kimlar nimaning soyasida qolib ketyapti? Bugun yoki kimning soyasida qolib ketyapti? Nima deydi? Bugun
yozuvchilar ham ijodkorlar ham axborotning soyasida qolib ketgandek tuyuladi menga. Axborot ya'ni axborot oqimining soyasida. Oldin bunchalik masalan axborot ko'p bo'lmaganda, deylik televideniya bitta bo'lgan, o'sha kitoblar hatto o'sha ko'rpani tagida ham o'qilgan, qo'lma-qo'l bo'lib o'sha o'tgan kunlar. Lekin bugungi kunda axborot vositalari ko'payib ketdi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, vaynlar deymiz, mazali, bemaza, yaxshisi ham bor, uning ichida yomoni ham bor. Insonni mana shu nima deydi, ko'p vaqtini mana shu ijtimoiy tarmoqdagi holatlar olib qo'ygandan keyin ehtimol yozuvchilar ham o'sha mana shu axborot oqimining, yozuvchilarning asarlari ham mana shu axborot oqimiga ning ichida qolib ketdi, soyasida qolib ketdi deb o'ylayman. Endi mana shu axborot oqimlari, bilasiz, hech narsa bejizga emasda. Bu nimani belgisi? O'sha oqimda yashayotganimizning asosiy sababi nima? Nima uchun keldi? Nima uchun bor? Zamonmi? Nima bu? Bu endi o'sha tanlash fursatimi? Taslim bo'lish fursatimi? Bu nima bu? Endi masalan qocholmay ham qolasizda bir xil payt. To'g'ri. Telefoningizni masalan o'chirib qo'ymasangiz, sizni qayerdaligingizni topib olishyapti bugungi kunda-da. Oson. Oson. Ya'ni u qanaqa, masalan deylik, yozuvchilar uyushmasining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini yuritamiz. Sahifalarga o'sha Koreyaga borganimda men anglab qoldimda. O'sha yerda ham meni topib olishdi-da ijodkorlar. Topib olib narsalar yuborishadi. Keyin men tushuntiraman o'sha meni o'rnimga boshqa odam ishlayotganini va kechasi soat 4 soat oldinda-da Koreya O'zbekistondan. Soat 4 bo'lganini, deylik 5 bo'lganini tushuntiraman va eslataman. Shu jarayonda men qaysidir ma'noda noto'g'ri yashayotganimni ham bilib qoldim-da. Va o'sha umrimiz mana shunaqa nima deydi, oqimga sovurilib ketayotganini ham angladim-da va u yerdan qaytgandan keyin bugungi kunda o'zimni tartibga solib ishga, o'sha ish vaqtidagina menga materiallar jo'natishlarini so'raydigan bo'ldim. Yomon ko'rishsa ham. Demak, yo'q deyishni o'rganibsiz. Yo'q deyishni o'rgandim. Chunki yo'q deyishni o'rganmasangiz, sizni umringiz nimalargadir sovurilib ketadi. Keyin 60 ga kirganingizdan keyin afsuslanishdan foyda yo'q. O'zi umuman olganda biz Fozil aka, biz hammamiz ko'p gapiradigan odamlar toifasiga kiramizda. Shunaqa. To'g'rimi? Lekin gapirishimiz kerak bo'lgan gapni gapira olyapmizmi? Hammasini ham emas. Gapira olmasligimizga sabab nima? Andisha ham sabab, keyin qo'rquv ham bor. Keyin va hokazo omillar. Ustozimiz Saidshir Muhammedov bir paytlar talaba bo'lgan paytlarimiz aytgan edi-da. Hozircha sizlar haqiqat uchun kurashaman deb umrlaringni zoya qilib qo'ymanglar, ya'ni o'sha sinib qolmanglar. Ya'ni biz 30 yosh ehtimol o'sha ostonasidagi yigitlar edikda va bizga o'sha vaqti keladi, o'zlaring o'sha haqiqatlarni aytadigan, gapiradigan va gapirsangiz sinmaydigan paytlar keladi. Shu davrni kutish kerak degan edi-da. Ustoz mana shu 40 yosh atrofini nazarda tutgan edi-da. Bugungi kunda mana shu ustozni mana shu gapidan ilhomlangan holda, o'sha o'gitlariga amal qilgan holda bugungi kunda haqiqatlarni ayta olyapmiz deb o'ylayman, qaysidir ma'noda. Ayta olyapmiz, imkon qadar. Imkon qadar. Masalan, yo'llari ko'pki haqiqatni aytishning. Ochiqchasiga o'sha jurnalistik material qila olasiz yoki qila olmagan taqdiringizda ham uni o'sha she'rlarga solib yozish mumkin. Yo'li bor. Siz yozayotgan haqiqatlar himoyaga muhtojmi? Himoyaga endi uni bitta yozuvchimiz menga aytgan edi-da, ustozlarimizdan biri ehtiyot bo'linglar deb ko'p nasihat qilardi-da. Men o'sha yozuvchimizdan so'rab ko'rdim-da, shunaqa deydi ijodkorlarimizdan biri. Ehtiyot bo'lish kerakmi yo ehtiyot bo'lmaslik kerakmi deganimda, ehtiyot bo'lasanmi, ehtiyot bo'lmaysanmi, aytadigan gapni aytish kerak.
u seni ehtiyot bo'lganing seni taqdiringga ta'sir qilmaydi degan gapni aytgan edi. Shuning uchun inson nima deydi? O'zining munosabatini o'sha holatlarga aytish kerak bo'lgan payt aytish kerakda. Keyin uni fursati ham, foydasi ham qolmaydi, fursati ham qolmaydi. Aytilgan payti mana bugun ko'ryapmiz-ku, zamon o'sha hayot ijtimoiy tarmoqqa ko'chgandan keyin hatto o'sha davlatimiz ham mana shu ijtimoiy tarmoqdagi ko'tarilgan masalalarni yechimlarini qilib beryapti. Masalan, bir kunda, ikki kunda o'sha masalalar hal bo'lib ketayotgan holatlar bo'lyapti-da. Shuning uchun nima deydi? Chiroyli qilib madaniyat bilan aytish kerak deb o'ylayman. Hech kimni haqorat qilmagan holda, qonunlarga amal qilgan holda haqiqatlarni aytish kerak. Lekin biz o'sha haqiqatlarni so'z bilan ifoda qilamizda, so'zlardan bugun nima uchun foydalanyapti ko'pchilik? So'z endi so'z juda ham zo'r narsada. Ya'ni bizni ichimizdagi dardlarimizni, istaklarimizni, xohishlarimizni yuzaga chiqarib beradigan narsada. Agar ruxsat bersangiz, yangi so'z haqida yangi narsa yozgan edim. She'r o'qib beraman. O'zi she'rning yangi eskisi bormi? Yangi eskisi endi yozuvchi uchun nima deydi? Avval yozilganlari bor va yangi yozilgani bor-da, o'sha jihatdan yangi. Yangi. Marhamat. So'z ekarmiz qaqroq cho'llarga. Qaqrab channab yotgan tap-taqir cho'lga men bor yo'g'i chin so'z ekmoqchi edim. Ammo simtikanlar tortdilar yo'lga, oyoq qo'lim qonab otajon dedim. Tovon shilinsa-da, qo'l tilinsa-da, yo ota deb haq so'z ekaverdim jim. Og'riq jondan o'tib bilinsa-da, yo ona deb chin so'z ekaverdim jim. Erkin so'zlashimni istamas ular. Ekkan so'roqlarim yulib olishar. So'z ekuvchi deya ustimdan kular. Yana qadayversam dodlab qolishar. Senda ham so'z toshdi idishday to'lsang. Ularchi, oh sening qo'llaring boylar. Og'zing bilan so'zlar ekmoqchi bo'lsang, bo'yinbog'da uni yopmoqni o'ylar. Kim ular? Yomonlik ular ozig'i. Ko'zlari, yuzlari yo'qdir ularning. Vijdonsiz bandalar ular yozig'i. Hatto o'z so'zlari yo'qdir shularning. Lekin sen bo'sh kelma, ortga qayrilma. Nima qilsalar ham ek o'z so'zingni. Og'zing tikilsa-da so'zdan ayrilma. Fikr bilan so'z ek, o'ysa ko'zlaring. Uvol ichingdagi so'zni aytmasang, so'z aytmagan hayotmi jo'ra? Haq so'zni aytajak yo'ldan qaytmasang, sen shu ulug' xalqqa yo'ldosh ham to'ra. Millatga manqurtu qo'rqoqlar emas, botirlar, gajirlar, o'rlar kerakdir. Xalqqa maydakashlar, tarqoqlar emas, birlashgan ozodlar, zo'rlar kerakdir. Yerga savollar ek, so'roqlar qada. Nega, nima uchun deyishdan qo'rqma. Ochinni so'z ozod etadi va'da. Muqaddas rishtani hech qachon qirqma. Qaqragan cho'llarga suv ochavergin. Ey ko'zi qarog'im, ey ilmi tolib. So'nggi nafasgacha so'z sochavergin. Sen o'shanda chindan bo'larsan g'olib. Fikr so'z amalni bir qilgin. Fikr so'z amalni bir qiling ey el. Shunda toli kular ko'klagaydir o'z. Oyoq qo'l sinsa-da, kesilsa-da til, yengilmas ruh bilan ekavering so'z. Yengilmas ruh bilan ekavering so'z. Yengilmas ruh yengilmaydimi? Hech qachon deb o'ylayman. Ruh biznikimi? Ruh Xudoniki. Bizga vaqtincha berilgan. Uning asl haqiqatini kim biladi aslida? Xudodan boshqa ham boshqalar to'liq anglab yetmaydi deb o'ylayman. O'sha avliyolar, vali zotlar o'sha ruhning haqiqatini bilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimaga psixologlar insonning ruhiyati bilan ishlaydi unda? Psixologlar ham mana shu ruhiyatni nima deydi?
insonning ruhiyatini bilishga urinadigan insonlar deb o'ylayman. Anglashga Lekin urinadigan. bilamiz deb o'ylaydi. Endi to'la bila olmaydi deb o'ylayman. Bilamiz deb baribir. o'ylaydi aslida. Chunki nima deydi? U o'sha avliyo zotlargina o'sha anglagan deb o'ylayman mana shu haqiqatni. Shu o'rinda bir gapingizni eslataman-da Fozil aka. Ko'p hollarda yashamay qolyapmiz o'zimizni hayotimizda degansizda. O'zimizni hayotimizda yashab qolishimiz uchun o'sha axborot oqimidan uzoqda bo'lishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Ichida ham bo'lish kerak. Tanlash kerak, Ha, me'yor kerak. me'yor kerak. Ya'ni butunlay o'sha axborot oqimiga singib ham ketmaslik kerak. Masalan, ertalab turganimizdan telefonimizga qaraymizda. Mana shu telefonga qarashni Yonimizda bo'lgani uchun. yonimizda bo'lgani uchun o'sha oynadan tashqariga tongning otishiga qarashga almashtirish kerak deb o'ylayman bugungi kunda. Hammamiz shunaqa qilishimiz kerak va shundagina mana shu axborot oqimidan chekingan bo'lamiz qaysidir ma'noda va inson o'zligiga qaytgan bo'ladi. O'zlikni o'g'risi nima demak? Nima? O'zlikni o'g'risi nima? O'zlikning o'g'risi mana shunaqa vositalar. Vositalari. Vositalar. Afsuski shunaqa. O'zlikni evaziga kimdir bo'lish kerak emas-a? Yo'q. O'zlik bu inson anglab yetib, uni ta'mini totib, his qilib yashab o'tish kerak deb o'ylayman. Ana shu o'zlikni o'sha inson o'sha imkoniyati yetgan qadar anglab yetmasa, bu dunyodan bir armon bilan, katta armon bilan o'tadi deb o'ylayman. Chunki o'zlikni anglash qanaqa? Bu inson bo'lib yashash, tug'ilgandan keyin inson bo'lib yashash, inson bo'lib qolish va oila qurish, farzand ko'rish va missiyasini bajarib ketish deb o'ylayman. O'zi insonni insoniyligini nima belgilaydi? Mana shu men sanab o'tgan narsalar belgilaydi deb o'ylayman. Ya'ni har bir insonning o'zining bu dunyoga kelib bajaradigan missiyasi bo'ladi-da. Xo'p. U nima deydi? Farrosh bo'ladimi yoki davlat rahbari bo'ladimi? Bu mana shu missiya bir nima deydi? Hammasini ehtimol vatan birlashtirishi ham mumkin-da. Mana shu missiyani, ya'ni yashash missiyani, odamlarga yaxshilik qilish missiyasini, xalq bo'lib qolish missiyasini. Chunki biz yashaganimizdan keyin biz millat o'laroq, xalq o'laroq birlashib, bir tanu bir jon bo'lib yashamasak, bugun dunyoda ko'ryapsiz, ba'zi yurtlarda urushlar bo'lyapti, afsuski. U yerda ham tinchlik bo'lishini istaymiz va bizning yurtimizga hech qachon bu kabi urushlar kelmasligini Demak, qaysidir ma'noda hamma narsa bir-biriga bog'liq. Xuddi shunday. Bog'liq. Bu yerda endi hozir she'rlar ko'payib ketdi. She'rlar ko'paydi. Ana shu mavzudagi bir she'r bor edi. Ya'ni g'oyasi shundayki, Turkiston qo'shig'i deb nomlaganman buni. O'sha hatto o'sha sultondan to farroshgacha vatan desin, ustozdan to sarrofgacha vatan desin, o'sha farzandini yerga qo'ygan vatan desin, musofirda yurgan yurtdosh vatan desin degan satrlari bor o'sha she'rimni. Ya'ni biz bir bo'ladigan bo'lsak, ya'ni yagona O'zbekiston yoki yagona o'sha Turkiston bo'lib, o'sha turkiy davlatlar, millatlar birlashadigan bo'lsak, Chingiz Aytmatov aytganidek, turkiylar birlashsa boshqa xalqlar yer tishlab qoladi degan mazmundagi gapi bor. Mana shu birlik, mana shu jipslik bugungi kunda nafaqat O'zbekistonning ichidagi yurtdoshlar, davlat va xalq, balki o'sha turkiy millatlarning ham birligi, umuman dunyoning birligi kerak-da. Bu yerda o'sha bejizga o'sha tinchlik kengashlari tuzilib, o'sha O'zbekiston ham ta'sischi sifatida o'sha nima deydi, qo'shilgani yo'q. Bu bugungi kunda o'sha qaysidir ma'noda tinchlik uchun ham bojlar to'lanyapti-da. Tushundim. Masalan, bir xil payt kimlardir kuladi, ya'ni musaffo osmondan boshqa nimasi bor O'zbekistonda degan mazmunda kinoya istehzo qiladi, lekin bugungi kunda
o'sha musaffo osmon ham xalqlar uchun qadrli ekanini eng asosiysi bor. asosiysi. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Mayli ko'p gapirmaylik. Demak, Fozil aka, bugun qaysidir ma'noda siz o'zingizni joyingizdasiz. Inson o'zini joyida qolish uchun yugurish kerakmi? Endi nima deydi? Yugurishdan ko'ra nima deydi? Siz o'zingizni missiyangizni vijdonan bajaradigan bo'lsangiz, Xo'p. u sizni topib keladi. Joyingiz sizni topib keladi. Siz bormaysiz. Siz bormaysiz, sizga keladi u. Sizniki bo'lsa keladi. Sizniki bo'lsa keladi. Sizniki bo'lmasa ketadi. Shunaqa. Nimada Uch savdoy, Hindlarda Uch savdoy degan filmi bor-ku. Siz nima deydi? Sen boylikni izidan chopma, boylik seni izingdan chopsin degan. Xuddi shundayda. U bilimli bo'lsangiz, o'sha o'zingizni missiyangizni bajarsangiz, vazifangizni, u joyingiz sizni topib keladi deb o'ylayman. Fozil aka, endi istaylik istamaylik har bir insonning o'ziga yarasha xato kamchiliklari bor-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Qilganlaringiz eng katta xatolaringizmi, qilmaganlaringiz eng katta xatolaringizmi? Chunki qilmagan xatolarimiz ham bor-da hali. Yoshimiz katta bu borgani sari o'sha qilgan xatoni qilmaslikka harakat qilaveramizda. Xo'p. Endi ba'zan kuchimiz yetadi, ba'zan kuchimiz yetmaydi. Masalan, men o'sha birov bilan janjallashmaslik tarafdori bo'lib, mana shu qoidaga imkon qadar amal qilishga harakat qilib kelyapman. Lekin ba'zan odamimizda, bandamizda o'sha ovozimiz ko'tarilib ketib qoladi, kim bilandir o'sha yaxshi yomon bo'lib qolamiz. Lekin asli arzimaydi. Bu nima deydi? Birovga nafratingizni sochganingiz bilan Yo'q. qaytaga o'sha sizni asabingiz buziladi, uni ham asabini buzasiz. Uni ko'nglini og'ritishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshi gapirib, suhbatlashib muammolarni yechish mumkin deb o'ylayman. Lekin nafrat ham kerak. Qaysidir ma'noda nima deydi? O'sha inson afsuslanish uchun ham ehtimol kerakdir. Kerak. Fozil aka, bugun ertaga faxrlanib gapiradigan bugun hikoyangiz bormi? Masalan, Yozilyaptimi? o'quvchilar shu paytgacha yozilganlarning ichidan oladigan bo'lsak, o'quvchilar nima deydi? Ko'p o'quvchilar meni hikoyalarimni muxlislari jeton hikoyamni yaxshi ko'rishadi. U bo'lgan voqea asosida. Bo'lgan voqea asosida yaratilgan va badiiylashtirilgan holat. O'sha hikoyani ko'proq yaxshi ko'rishadi. Ya'ni o'sha gazetalarning adadi kamayib ketayotgan bir paytda o'sha ikkita do'st bir-birini o'sha qadrlash haqidagi u yerda endi vijdon bilan bog'liq holatlar ham bor. O'sha hikoyani aytishadi. Demak bor. Va nima deydi? Men umuman nima deydi? U hikoyani va boshqa asarlarimni ham nima desak bo'ladi? Uni men uchun uni nima deydi? Yozgan narsalarimda qiymat hammasi ham qadrli aslida qadrli aslida. Albatta, uni siz yozyapsiz. Shunaqa. Hayot bir so'z. Uni o'zimiz yozamiz. Shunaqa. Siz ko'p yozyapsiz-a? Qaysi so'zlarni o'zimiz yozamiz? Bu hayotning so'zlarini. Xudo bergan so'zlardi ehtimol. Xudo, o'sha ilohiy sifatda qaraymiz-ku ijodga ham. Ehtimol o'sha bizni ko'nglimizga solgan so'zlarni biz yozyapmiz deb o'ylayman. To'g'ri, noto'g'ri bo'lsin. To'g'ri, noto'g'ri bo'lsin. Noto'g'ri ham yozishimiz mumkin. Noto'g'ri ham yozishimiz mumkin. Uni o'chirib ham bo'lmaydi. Endi uni o'chirib ham bo'lmaydi. O'chirmagandan keyin alam qiladi. Chunki o'zimiz yozdik-da. Masalan, shunaqa yozish kerakki, deylik, Chingiz Aytmatovning birinchi muallim degan qissasi bor. U qissa Doyshin ustoz Doyshin va uning otxonada o'qiydigan o'quvchilari haqida-da. Va o'sha hikoya qissa ma'lum bir voqealardan keyin Oltinoy Sulaymonova singari ijodkorlar, olim ayollar yetishib chiqqanini ifodalaydigan asar. Garchi o'sha otxonada ham o'qitish mumkin degan bir g'oyani ham ilgari surgan, lekin Doyshinning shunaqa nimasi borki, nima deydi? U o'quvchilarga
o'sha o'zi ideal deb bilgan Leninni o'rgatadida. Lekin bizni jamiyatda o'sha sovet paytida ulug'langan Leninga oid asarlar bugungi kunda juda ko'pi o'lib ketdida. Lekin Chingiz Aytmatovda birinchi muallimi o'lmadi. Sababi yozuv bizda masalan yozuvchilar bevosita o'zi muallif sifatida o'sha insonni, o'sha shaxsni ulug'lagan bo'lsa, Chingiz Aytmatovda muallif tilidan emas, u Doyshinning tilidan, ya'ni dunyoqarashi o'ziga yarasha bo'lgan ustoz, u nima deydi? Juda ham katta ulug' ustoz emas. O'sha o'zining darajasidagi harbiy xizmatdan qaytib kelgan nima deydi, oliy ta'limga ega bo'lmagan ustozning tilidan aytilgani uchun ham u davrlar o'tsa ham birinchi muallim asari o'lmay kelyapti deb o'ylayman. O'lmaydi. Mayli, o'lmasa asarlarimiz ko'p bo'lsin. Shunday. Sizga ham nasib qilsin. Ilohi. Sizga rahmat samimiy suhbat uchun. Bilasiz, bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar tez, aniq, qisqa javob berishga harakat qilasiz. Bugun qanday yashashga majbursiz? Bugun yaxshi yashashga majburman. Yaxshi yashash qanday yashash? Yaxshi yashash bu oilang bag'rida yashash va o'zing istagan narsalarni yozish. Bugun nimani tushunish qiyin? Bugun nimani tushunish qiyin? Qaysidir ma'noda odamlarni ham tushunish qiyin. Chunki odamlar nima deydi? San'atdan, adabiyotdan uzoqlashgan odamlarning qalbi qaysidir ma'noda toshga ham aylanib boradi-da. Shuning uchun ham ehtimol tushunish qiyindir. Tushundim. Nimani oshkoraligidan qo'rqasiz? Ichimizdagi yomon narsalarning oshkoraligidan. Sizda bor-da, demak. Hammada bor deb o'ylayman. Hammada bor. Uni yashirish kerak, tarbiyalash kerak. Shunaqa. Yo'qotib yuborish kerak. Yo'qotib yuborish kerak. Chunki ustoz Jo'raqulov aytar edi-da, Uzoq Jo'raqulov. Insonning yuragiga, qalbiga yovuzlik ham, ezgulik ham ekilgan. Faqat uni siz qaysi birini o'stirib, qaysi biriga suv sepib, uni voyaga yetkazsangiz, shu inson bo'lasiz. U uchun to'g'ri ilm kerak. To'ppa-to'g'ri. Ijodda qanchalik erkinsiz bugun? Endi ishimizga bog'liq bo'lgan holatda erkinmasdek tuyuladi. Ya'ni tirikchilik uchun tashvish, o'sha 8 soat ishga borib kelishingiz erkinligingizni, ijodiy erkinligingizni qaysidir ma'noda bo'g'adi. Bo'g'adi. Ijodkorga kerak emas bu. Qaniydi? Yo'q, iloji yo'q. Iloji yo'q, lekin yana bir do'stimiz bilan yana bir xulosaga keldikda, bugungi kunda o'sha shoshqin hayotda ichida, mana shu shoshqin hayotda ichida yoza olish kerak. Yoza olish kerak degan xulosaga keldik. To'ppa-to'g'ri. Qo'shilaman bu fikringizga. Bugun o'zingizga o'zingizni kim deb tanishtiryapsiz? Tanishtirishga harakat qilyapman. Nima deb? Kim deb? O'sha oilamda oila boshlig'i, nima deydi, ijodiy muhitda ijodkor sifatida tanishtirishga harakat qilyapman. Oilaga ijodkor bo'lib tanishtirishingiz shartmi? Yo'q, inson masalan, siz ijodkorligingiz oilangiz uchun ahamiyatsiz bo'lishi ham umuman ahamiyatsiz. Chunki siz otasiz. Siz turmush o'rtoqsiz yoki siz farzandsiz ota-onangizga yoki akasiz, ukalaringizga, singillaringizga-da. Shuning uchun lekin bugungi kunda yana bir xulosa borda. Ijodkor bo'lganingiz uchun, shoir bo'lganingiz uchun sizni farzandingiz aybdor emasda. To'g'ri. Ularni qornini to'q qilish uchun, ustini but qilish uchun, o'qishini yaxshi qilish uchun biz tirikchilik qilishga majburmizda. Tushundim sizni. Bitta so'z ayting. Bitta so'z ayting. So'z. So'z. Go'zal. Bilasiz, ko'rsatuvimizning an'anaviy savoli bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Oq va qora. Nima uchun? Chunki hayot o'zgarmadi. Oldin yashil deganman. Oq va qora yo'lda o'zgardimi? Bugun oq va qora. Nima uchun? Chunki hayotni avvalgiga nisbatan men ko'proq
Angladim. angladim Go'zal. va o'zimni o'zim anglashga harakat qilyapman. Yovuzlik, ezgulik, oq va qora. Mana shu Demak, gapingizni bo'ldim, ulg'ayibsiz-da. ehtimol. Tushundim. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz, bilasiz, bu hayot suratini nimagadir qiyoslash kerak bo'lsa, siz hayot manzarasini nimada chizgan bo'lardingiz? Predmetda Nimaga qiyoslardingiz? o'sha tog'larga qiyos. Tabiat. Tabiat. Nima uchun? Nima uchun? Chunki nima deydi? Mana shu tog'larga borsak, biz juda ham kichkina zarra ekanimizni anglaymiz. Kibrimizni sindiradi. Kibr. Kibr. Cheksizlik, demak, qaysidir ma'noda. Cheksizlik, ulkanlik, o'sha deylik dovonlardan o'tsangiz, siz juda ham kichkina zarra ekaningizni anglaysizda. Go'zal, ajoyib o'xshatish. Demak, bizga hozir imkon qadar chizib berishga harakat qilasiz. Vaqt siz uni qanday his qilganingizga qarab o'zgaradi deyishadi. Umr azizlar, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.